xabarim yo'q ekan, u narsalardan menga aytganim yo'q, ko'rganim ham yo'q. Xabar yo'q. O'rganmasin. Nima gaplar? Qayerlarga bordinglar? Nimalar qildinglar? Bir choy poy ichdingizlarmi? Assalomu alaykum. Ha, aka, u narsalar biladi. U narsalarni qiladi, bilasiz. Uni pulga nimaga umuman nima emas. Jimotini qilib kelamiz. Yaxshi. Million sarflaydi, qalaysiz, yaxshi rahmat. U pulga emas, aka, telefonda hammaga. Sizga e'tibor berma. Aka, shuni aytgim kelibdi. Yomon ana bo'lyapman-da. Qarang nima bo'lyapti. 2 kun oldin uni uyiga borgan. Qani e'tibor bermaysiz? Qani e'tibor bermaysiz? Uyda bo'lgandan keyin boradi. Aka, shuni deysiz-da. Yosh bo'lsa ham menga hech narsa qilmasdi. 81-yil ayol. Nevarasi ham bor ekan-da. Gaplashdim u ayol bilan. U ayol aytibdi, baxtli bo'ling, singlim, o'ylaysiz, bu niyatim yo'q. Nima deyapti? Qo'ying dedim. Shuncha gapingizni eshitgandan keyin dedim, men qanday baxtli bo'laman dedim. Bo'laycham yomon bo'laycham. Kimdir seni o'g'lim dedimi? Yo'q.